8-aprel 2025-yil mana yuqori Chirchiq tumanidagi g'alla maydonidamiz. Hozir juda ko'pchilik fermerlarimizda shu hodisa kuzatilyaptiki, ya'ni zang kasalligi tarqalgan, lekin ayrim holatlarda boshqa kasallik tufayli ko'pchilik zang kasalligi bilan almashtirib qo'yishyapti va natijada zangga qarshi ishlov beriladigan kimyoviy fungitsidni ishlatib, u nimaga kasalligimizni oldini oladigan fungitsid qolib ketyapti. Va buni kelib chiqish sababi nima? Asosan oziqlantirish ratsionini buzilishi bir, ikkinchi o'rinda so'ruvchi zararkunandalarning barik va o'sha o'simlikni nima deydi? Vegetativ tanasiga zarar berishi natijasi o'simlik shira yelimlarni oqishi oqibatida septarioz kasalligimizni sporalari kirib zarar berganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Tashqi ko'rinishidan zang kasalligiga uzoqdan o'xshaydi, lekin bu qo'lga kelmaydi. Sababi aynan buni kelib chiqishning sababi mana sanchib so'ruvchi zararkunandalar sanchib so'rish natijasi bu joyda nekrozlar hosil bo'ladi va nekrozlardan yelimlar oqadi. Yelim oqishi esa bu yelim tarkibida yarim hazm bo'lgan glyukoza, ferment, boshqa oziqa moddalarga boy bo'lganligi uchun zamburug'li kasalliklarni, ayniqsa septarioz kasalligini rivojlanishiga qulay bo'ladi. Mana yana ko'rishingiz mumkin. Xuddi tashqi ko'rinishi bu zang kasalligining boshlanishiday, lekin aslida bu barik orqa qismidan qarasak mana zararkunandalar zarar berishi oqibatida nekroz paydo bo'lib, shu septarioz kasalligimizning sporalari kirishi. Bunga ham albatta ta'sir etuvchi moddasi difenakonazol yoki bo'lmasa krizoksimetil kabi yaxshi, chiroyli ishlaydigan fungitsidlarni tavsiya qilamiz va albatta zamburug'li kasalliklarga qarshi ishlov berilganda dalani to'g'ri nazoratga olish, ya'ni zararkunandalar bor yo'qligini ham hisobga olish kerak va shunga qarab ishlash, himoya qilish tartibini ham o'z o'rnida to'g'ri bajarilganda ham zararkunanda ham kasallikka qarshi ishlovni birgalikda amalga oshirsa bo'ladi. Buning uchun o'simlikning holati, rivojlanish fazasi va qanday oziqa talab qilishiga qarab maxsus kerakli oziqa va biostimulyatorlarni qo'shib ishlatish tavsiya etiladi. Aynan shu holatda ko'rib turibsizki, g'allamiz bo'qoqlash fazasiga kelgan. Bu fazada ya'ni bayroq, barik va boshoqni bo'rtib chiqishi, ularni chiqish fazalariga yaqinlashib qolgan. Uzog'i bilan 10 kun, 15 kun oralig'ida boshoqlar yuzaga ko'rinadi va bayroq barg yoziladi. Shu o'rinda shunday sifatli oziqlantirish kerak bo'ladiki, ko'pincha mana shu aynan bo'qoqlash fazasida kasallik va zararkunanda juda ko'p uchraydi. Ham kasallikka, ham zararkunandaga qarshi kurashib, lekin oziqadan agar yaxshi foydalanib, kerakli biostimulyator va oziqani bermasangiz, unda bug'doy stress holatga tushadi, boshoqlarimiz nisbatan kichik bo'lib qolishiga sabab bo'ladi. Bu esa erta boshoqlarning don shaklining to'lishiga jiddiy zarar beradi. Bayroq barikni keng va chiroyli bo'lishi, ikki xil fungitsid va insektisid ishlatilganda ularni stressga tushirmaydigan biostimulyator va oziqalarni to'g'ri konsentratsiyasini tanlash va berish eng yaxshi yechim bo'ladi. Bu borada albatta Aminosid kompaniyasining mutaxassislariga murojaat qiling. Sizlar uchun ilmiy asoslangan va bir necha yillik ilmiy tekshiruvlar natijasida o'z isbotini topgan yechim va oziqa va qarshi kurash usullarini, tavsiyalarini olishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Aynan bu fazada bug'doyga jiddiyroq e'tibor berish talab etiladi.